Hozirgi kunda O'zbekiston hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,155,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori 375,000 so'm, pensiya hisoblashning bazaviy miqdori 428,000 so'm, yoshga doir eng kam pensiya 834,000 so'm, nogironlik pensiyalari jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 920,000 so'm, mehnatga loyihasi fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolaligidan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa 920,000 so'm, belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 834,000 so'mdan 920,000 so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari 920,000 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa 745,000 so'm, ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 745,000 so'm.